Bismillahirrohmanirrohim. Haj turlari. Haj ifrot. Faqat hajni o'zini niyat qilinadi va ihrom kiyadi. Ikkinchi, hajji qiron. Umra va hajni bitta niyat qilib, bir marta ihrom kiyadi. Uchinchi, hajji tamattu. Avval umrani niyat qilib, ihrom kiyadi va keyin umradan keyin ihromdan chiqib, yana keyin yolg'iz hajga niyat qilib, yana ihrom kiyadi. Ihrom bog'lashdan oldin agar zarur bo'lsa, sochini oldirishi yoki qisqartirishi, mo'ylabini olishi, oyoq-qo'llardagi tirnoqlarini olishi, qo'ltiq yoki avratidagi tuklarini olishi mumkin. Keyin hamma tikilgan kiyimlarini yechadi. Boshini ochiq qiladi. Bosh kiyim kiymaydi. Oyoq kiyimi va paypoq qo'lqoplarini yechadi. Keyin agar iloji bo'lsa g'usl qiladi, bo'lmasa tahorat oladi. Agar g'usldan ham tahoratdan ham ojiz bo'lsa, ihrom sunnati tayammum qiladi. Bu g'usl tozalik uchun, tahorat uchun emas. Shuning uchun ayol hayzdor bo'lsa yoki nifos bo'lsa, g'usl qilishi mustahab bo'ladi. Termiziy va Abu Dovud sunnatlarida hayzdor ayol yoki nifosli ayol g'usl qiladi, ihrom bog'laydi va hamma umradagi ibodatlarini qiladi. Tavofdan tashqarisini, ammo tavofda poklanib, keyin tavof qiladi deyilgan. Erkak kishining ihromi. Erkak kishining ihromi. Ihrom ikki bo'lak material. Erkak kishi kindigidan tizzasigacha avratini to'sadigan izorni, ihrom uchun bo'lgan materialning bir bo'lagini, ya'ni ihromning bir qismini ishton hisobida bog'laydi. Ridosini, ihrom uchun materialning ikkinchi bo'lagini ko'ylak hisobida ikki yelkasiga qo'yadi. Ihrom yangi yoki yuvilgan oppoq bo'lmoqligi mustahabdir. Zichlikda izor tushib ketmasligi uchun izor mintaqasini ustidan bog'lasa, masalan kamar bilan joiz. Izorga ikkidan ortiq narsa kiysa hech qanday makruh yo'q, joiz. Agar sovuqdan qo'rqsa, boshi va yuzini berkitmaslik sharti bilan tikilgan har qanday kiyim bilan jasadini o'rashi mumkin. Yelkasiga esa qo'lini kirgizmaslik sharti bilan tikilgan har qanday kiyimni yelkasiga solib yurishi joiz. Chunki u kiyimga hisoblanmaydi. Agarda sovuq bo'lmasa, bunday qilish makruh. Oyoq kiyimda esa to'piqlari ochiq bo'lishi shart. Paypoq mumkin emas. Ayol kishilarning ihromi. Ayol kishi ihromda tikilgan kiyimda qolaveradi. Erkaklarnikidek kiyim yechishi haromdir. Ayol kishi mahsi to'pig'ini berkitadigan poyabzallar kiyishi mumkin. Abu Dovud o'z sunanida Oysha roziyallohu anhodan rivoyat keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga mahsi paypoq kiyishlariga ruxsat berdilar. Ihromdaligida ayol kishi boshini yopadi, yuziga tegmaydigan holatda pardani to'sib osiltirsa bo'ladi. Ammo yuzini ochib yurishlik haramda, tavofda shart. Saida Oysha roziyallohu anha aytadi: otliqlar bizning oldimizdan o'tar edi. Biz esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ihromda edik. Qachon ular to'g'rimizga kelganlarida birimiz jilbobini boshidan yuziga tushirib olar edi. Ular bizdan o'tib ketganlarida uni ochardik. Abu Dovud va Ibn Majah rivoyat qilishgan. Ihromda erkak kishi badanida va sochlarida rang qolmaydigan xushbo'yliklar bilan xushbo'ylanishi mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zavjalari Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ihromga kirayotgan paytlarida ham, Baytullohni tavof qilishlaridan oldin ham, ihromdan chiqqanlaridan keyin ham
xushbo'ylantirar edim. Ihrom harom qilgan narsalar. Birinchi, quruqlik hayvonlarini ovlash, ayolga yaqinlik qilish va ayolini ushlashlik, nikoh aqdini bog'lash, xushbo'y narsalar iste'mol qilish, erkaklar tikilgan kiyim kiyishligi, surma qo'yishlik, erkaklar mahsi yoki javrob kiyishligi, fusuq, Alloh taoloning toatidan chiqish, gunoh ish qilish, janjallashish, sheriklar, xodimlar bilan talashib tortishish, tazayyun, ziynatlanish, xushbo'y narsa bilan bo'yalgan kiyim kiyish, badandagi tuklarni yulishlik, ayollar yuzlarini to'sishligi, tirnoqlarini olishlik, erkaklar boshlarini o'rashligi. Ihrom bog'laganidan yoki ihrom kiyimini kiyganidan keyin namoz o'qish makruh bo'lmagan vaqtda ihrom sunnati bo'lgan 2 rakat namozni o'qiydi. Alloh taolodan hamma gunohlariga sof tavba qilib istig'for aytadi. Keyin ihrom niyatini samimiy qalbdan niyat qiladi. Tili bilan aytishligi afzal. Labbayk Allohumma umratan deb xolisan lillahi ta'ala deydi. Yoki ey Allohim, men umrani niyat qildim. Uni menga oson qil va mendan qabul qil deydi. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalarini aytadi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ma'nosi: ey Allohim, sening chaqirig'ingga javob beraman. Albatta sen sheriksiz va albatta barcha maqtovlar va ne'matlar va mulk sheriksiz senikidir. U bu duoni Ka'batullohga yetgunigacha va Ka'bani ko'rgunigacha ko'p aytmog'i lozim. Agarda Ka'bani ko'rsa, tarbiyani to'xtatadi va takbir, Allohu akbar, la ilaha illallohni aytadi. So'ngra uni Ka'bani quchoqlaydi, imkon bo'lsa, Hajarul Aswadni o'padi. Agar iloj topsa, odamlarga zahmda, ya'ni zichlik, tiqilinchda ozor bermaydi. Hajarul Aswadni quchoqlaganda bismillahi vallohu akbar deydi. Agar Hajarul Aswad tomonga o'tishga qiyinchilik bo'lsa, u tomonga qo'li bilan yoki asosi bilan yoki shunga o'xshash narsalar bilan ishora qilib uni o'padi. Agarda ishora qilib o'pish ham mashaqqatli bo'lsa, Allohu akbar deydi va ishora qilingan narsani o'pmaydi. Tavofning durust bo'lishligi uchun tavof qiluvchining tahoratli, pok bo'lmoqligi shart. Chunki tavof xuddi namozdek ibodat. Ammo tavofda gapirmoqlikka ruxsat berilgan. Hajarul Aswadning chap tomonidan tavof qilinadi va 7 marta aylanadi. Tavof vaqtida Ruknul Yamoniy tomonga yetganda imkon bo'lsa uni quchoqlaydi. Bo'lmasa bismillahi Allohu akbar deydi. Uni o'pmaydi. Tavofida davom etadi. Unga ishora qilmaydi, takbir aytmaydi. Chunki bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan naql qilinmagan. Ammo Hajarul Aswadni aytib o'tganimizdek, agar bir tavofda ishora qilinadi va o'ng qo'l ko'tarib takbir aytib o'tiladi. Bugungi kunda musulmonlar Masjidul Haramda tavof va sa'y qilishlari uchun hamma sharoitlar muhayyo qilingan. Boshlash joylari yashil chiroqlar bilan belgilangan. Har bir tavof shu boshlangan joydan yangidan boshlanadi. Har birida Hajarul Aswadga qarab Allohu akbar va lillahil hamd deb takbir aytilib, o'ng qo'llar ko'tarilib, go'yoki uni o'pgandek qilinadi. Raml yurishi. U avvalgi 3 tavofda qadamlarini tezlatib, tez yurish qilish mustahab sanaladi. Bu xosatan tavofi qudumda hamda erkaklarga xosdir. Va yana tavofi qudumda tavofning hammasida istibo mustahabdir. Istibo bu erkaklar ridosini,
ya'ni ehromning yuqori qismini o'ng yelkasining ostiga qilib, chap yelkasini ochib yurishidir. Har bir aylanishida duolardan bilganicha aytishi, zikrni ko'paytirishi mustahabdir. Tavofda maxsus duo yo'q va maxsus zikr ham yo'q, balki zikr va duolardan qodir bo'lganlarini aytaveradi. Ikki rukun, Ruknul Yamani va Hajarul Asvad o'rtasida oralig'ida har bir aylanishda quyidagi duoni aytadi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Ma'nosi: ey Robbimiz, bizlarga bu dunyoda ham, oxirat diyorida ham yaxshiliklar ber va do'zax azobidan saqla. Bu duo Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sobitdir. 7. aylanishi: agar iloji bo'lsa Hajarul Asvadni o'pish bilan, agar iloji bo'lmasa takbir aytib, unga ishora qilish bilan yuqoridagi tafsilotlarga ko'ra nihoyalanadi. Bu tavofni tugatgandan so'ng ridosini kiyadi, ya'ni ikki yelkasini yopib, ikki uchini ko'ksi tomoniga qiladi. Tavofni nihoyasiga yetkazgandan so'ng, agar iloji bo'lsa, maqom Ibrohim orasida 2 rakat namoz o'qiydi. Agar iloji bo'lmasa, masjidning har qaysi joyida o'qishi mumkin. Bu namozning 1-rakatida Fotiha surasidan so'ng Kafirun surasi, 2-rakatida esa Ixlos surasi o'qiladi. Ammo boshqa suralarni ham zam sura qilib o'qisa zarari yo'q. 2 rakat namozni o'qib salom bergach, Hajarul Asvad tomonga borib, iloji bo'lsa uni quchoqlaydi. Eslatma: tavofda namoz o'qish makruh bo'lgan vaqtlarda ham tavof qilinaveradi. Faqat tavofdan keyingi shu 2 rakat namozni namoz o'qish makruh vaqtlarda o'qib bo'lmaydi. Ushbu maqom Ibrohimda o'qiladigan 2 rakat namozni, demak, makruh vaqtlarda o'qib bo'lmaydi. Makruh vaqtlar qaysilar? Bomdoddan keyin kun ko'tarilayotgan payt, kun tikkiga kelgan payt va kun botayotgan payt. Keyin Zamzam suvidan to'yib ichiladi va qiblaga qarab iltijo bilan duo qilinadi. Zamzam suvidan to'yib ichishlik bu mustahabdir. Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zamzam haqida: u ochga taom, bemorga shifo dedilar. So'ng Safoga chiqib ko'tariladi yoki Safo oldida turadi va ushbu oyati karimani o'qiydi. Innas safa wal marwata min sha'airillah. Ma'nosi: Safo va Marva tog'laridagi say Allohning an'analaridandir, ya'ni ibodatlardandir. Qiblaga yuzlanib Allohga ham takbir aytishlik mustahabdir va ushbu duoni aytadi. La ilaha illalloh vallohu akbar. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illalloh wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah va hazamal ahzaba wahdah. Ma'nosi: Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh buyukdir, sheriksizdir. Mulk uniki, hamd unga xos va u har bir ishga qodir. U va'dasini bajaradi. Bandasiga yordam berdi. Yagona o'zi guruhlarni tormor qildi. So'ng qo'llarini ko'tarib, qodir bo'lganicha duo qiladi va bu zikr duoni 3 marta takrorlaydi. So'ng Safodan tushib, Marva tomon yuradi. Birinchi belgiga, ya'ni yashil chiroqqa yetganda erkaklar yurishida tezlashadilar. Ikkinchi belgi, ya'ni keyingi yashil chiroqqa yetgunigacha.
Ammo ayollar bunaqa tez yurish qilmaydilar. Chunki ayollar avratdirlar. So'ng yurib borib marvaga ko'tariladi yoki uning oldida turadi. Agar imkoni bo'lsa, ko'tarilgani afzal. Safoda nima qilgan bo'lsa, Marvada ham shuni qiladi. Safoga borishligi bir martaga, Marvaga qaytishligi ikkinchi martaga hisob qilinadi. Shunday qilib 7 marta sa'y qiladi. Kim biron narsani minib olgan holida sa'y qilsa, buning zarari yo'q, gunoh ham yo'q, agar shunga ehtiyoji bo'lsa. Sa'yda zikr va duolarni kuchi yetgancha ko'p aytishligi mustahabdir va katta nopoklikdan, janobatdan pok bo'lmoqligi va betahoratlikdan ham pok bo'lmoqligi, ya'ni tahoratlik bo'lmoqligi mustahabdir. Agar betahorat sa'y qilsa ham joizdir. Sa'yni to'liq qilib bo'lgandan keyin erkak kishilar sochlarini oldiradilar yoki qisqartiradilar. Oldirish afzaldir. Agarda uning Makkaga kelishi haj vaqtiga yaqin bo'lsa, qisqartirishi afzal. Hajda sochini hammasini olishligi sababidan. Bu amal avval umra qilib, keyin haj qiluvchilarga xosdir. Ammo ayol kishilar sochlarini jamlab, barmoqlarini eng kichigi sinchaloqqa bir o'ram yoki undan ham ozroq miqdorda qirqishadi. Agar ihrom bog'lovchi biz zikr qilib o'tgan amallarni qilib bo'lgan bo'lsa, demak uning umrasi komil bo'libdi, nihoyasiga yetibdi. Alhamdulillah, ihromda unga harom bo'lgan narsalarning hammasi endi unga haloldir. Shar'iy hijob. Ey muslima opa-singillarim, siz Masjidul Haramga yoki Masjidun Nabaviyga savob ajr niyatida keldingiz. Satr hijob masalasida xato qilmang. Yodingizda tutingki, siz ey muslima Alloh taoloning baytidasiz. Hech kim bilmagan narsalaringizni Alloh biladi. Siz har qayerda u zotdan uyalishingiz, hayo qilishingiz kerak. Qanday qilib u zotning uyida uyalmaysiz? Ey azizam, sizni kim hijobga buyurgan bilasizmi? U ulug' zot Alloh taolodir. U zot Qur'oni Karimdagi Nur surasining 31-oyatida marhamat qiladi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika va li banatika va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain va kana Allohu g'afurur rahima. Ey nabiy, ayollaringizga va qizlaringizga va mo'minlarning ayollariga ayting, ustilariga hijoblarini yopsinlar. Bu ular tanilishlariga yaqin, ya'ni hur ayol yoki cho'ri ekanligini bilishga oson. Ular ozorlanmaydilar. Alloh taolo kechirimli, rahmdil zot. Ey azizam, Alloh taoloning sizga hijobga buyurgan amriga javob berishlikka ikkilanmang. Chunki hijob sizga qalb pokligini, azizlikni, hayoni beradi. Oysha roziyallohu anha onangizni eshitganmisiz? U ayol nima dedilar? Abu Bakr roziyallohu anhuning qizi Oysha roziyallohu anha onamiz shunday dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va otam dafn qilingan uyimga kirar ekanman. O'zimga o'zim biri erim, biri otam deb hijobsiz kirar edim. Ammo ular bilan birga Umar dafn qilingandan so'ng Allohga qasamki, men hijobim, ro'molim bilan kirardim. Umardan hayo qilardim. Imom Ahmad rivoyati. Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjasi, ayoli, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu ulug'likdan ulug' hayo manzilati bormi? Bu hayodan baland hayo bormi? Tuproq ostiga dafn qilingan, o'lgan kishidan hayo qildingizmi? Bu onangizning hayoti. Shar'iy hijobning shartlari. Shar'iy hijob olimlar aytganidek 8 ta sharti bor. Ular:
Birinchi, jasadning hamma joyini berkitmoqligi vojib. Ikkinchi, keng bo'lmoqligi, tor bo'lmasligi, badanning bo'laklarini bo'lib ko'rsatmasligi vojib. Uchinchi, kofir ayollarning liboslariga o'xshamasligi vojib. To'rtinchi, erkaklarning liboslariga o'xshamasligi vojib. Beshinchi, yuqa shaffof bo'lmasligi vojib. Oltinchi, o'z zotida ziynat bo'lmasligi vojib. Yettinchi, xushbo'y atirlangan bo'lmasligi vojib. Sakkizinchi, shuhrat, ya'ni qimmatbaho, faqat boylarga xos bo'lmasligi vojib. Ey azizam, hijob satr uchun shar'iy qilingan, ziynat uchun va ko'zlarni qamashtirish uchun emas. Bugungi kunda bozorlarda sotilayotgan har xil ziynatli hijoblardan ehtiyot bo'ling. Garchi odamlar ularni hijob deb ismlayotgan bo'lsalar-da, hijob emas. Siz 8 ta shartga javob beradigan hijobni kiying. Bu bilan ikki dunyoda aziz, baxtli, saodatli bo'lasiz. Amin. Ka'bai musharrafa haqida ma'lumot. Birinchi, Hajarul Asvad, qora tosh. Babul Ka'bati, Ka'baning eshigi. Al-Mizab, Mizrobur rahmati, suv oqib tushadigan rahmat tarnovi. Ash-Shazroban, poydevor, fundament. Hajaru Ismoil, Al-Hatim, Ismoil alayhissalom qo'ygan tosh. Al-Multazim, Ka'ba eshigi bilan Hajarul Asvad oralig'idagi ozgina masofa joy. Multazim deyishdan maqsad shu yerda turib, Allohga duo qilib, bir muddat shu yerda turishlik. O'sha yerni lozim tutishlik, uzoq muddat qimirlamay duo qilib turiladigan joy, duo ijobat qilinadigan joy. Maqomi Ibrohim, Ibrohim alayhissalom tik turib duo qilgan joy. Ruknul Hajaril Asvad, qora tosh turgan tomoni burchagi. Ruknul Yamani, Yamanga qaragan tomoni. Ruknul Shami, Shomga qaragan tomoni. Ruknul Iroqi, Iroqqa qaragan tomoni. Satrul Ka'bati, kisva, Ka'ba pusht, Ka'bani ustini yopib qo'ygan Ka'ba pusht. Xattul marmaril bunni, marmarning ustidagi bunni, jigar rangdagi chiziq. Hajarul Asvad ro'parasida tavof boshlanib, tavof tugaydigan joy. Bismillahirrohmanirrohim. Faqat yolg'iz hajni niyat qilayotgan, ya'ni haj ifrotni niyat qilayotgan hoji ihrom bog'laydi. U Makkada qalbi bilan hajni niyat qiladi, ya'ni haj ibodatiga kirishlikni niyat qiladi va tili bilan labbayk Allohumma hajjan deb niyat qiladi. So'ng o'zining bandaligini, taslimini va yolg'iz yagona Alloh subhananing o'zigagina itoatini e'lon qilib va yaratuvchi Xolliqqa javob berib, talbiya labbayk Allohummani aytadi va ihrom kiyimini kiyadi va ihromda man qilingan ishlarni to ihromni yechgunigacha qilishdan tiyiladi. Faqat hajni niyat qilgan hoji Makka mukarramaga kirganda tahorati bilan Masjidil Haramdan boshlaydi. Tavof qiladi. Bu tavof tavofi qudum deyiladi. Bu tashqaridan kelgan hojilar uchun sunnatdir. Bu tavof mahalliy aholi uchun emas. So'ng tavofidan keyin o'sha umrada aytilganday 2 rakat namozni o'qiydi. Bu namozni yana maqomi Ibrohimda o'qish vojib. Buni zichlik bo'lsa, bu namozni Ka'bani qayerida bo'lsa ham o'qish joiz. Va yana shu Zamzam suvidan ichib, so'ng Safo va Marvada 7 marta sa'y qiladi. So'ng
Zulhijjaning 8-kunida zuho o'sha chosh vaqtida Minoga borish bilan amalini boshlaydi va u yerda turadi va tunni u yerda o'tkazadi. Izoh: hozirda sharoitlar juda yaxshi. Saudiya podshohi tarafidan chodirlar, haymalar tikilgan va ichida sharoitlar tayyorlangan. Ilgari yerda toshlar ustida yotilar edi. U yerda peshin, asr, shom, xufton va bomdod namozlari o'qiladi. Har bir namoz o'z vaqtida o'qiladi. Faqatgina 4 rakatli namozlar 2 rakatga qisqartirib o'qiladi. Zulhijja oyining 9-kunida Arafat tog'iga boradi. Kun chiqayotganda Arafat tog'iga boradi. Peshin, asr va asr namozlarini jamlab, qasr qilib, bir azon va 2 qomat bilan o'qiydi. So'ng insonlar u yerda Alloh subhananing huzurida g'ariblik bilan Allohga duo qilib turadilar. Bu turishlik vuquf deyiladi. Izoh: bu vuquf hajning eng muhim ruknidir. Agarda hojilar ma'lum bir to'siq yoki monelik bilan bu kuni Arofatga kelishga ulgurmasalar, haj bo'lmaydi. 1 soat bo'lsa-da u yerda turish vojib. Bu haj o'rinlarining eng ulug'idir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beradilarki, Alloh subhana malayikalariga Arafat ahlini ko'z-ko'z qiladi va ularning duolarini, tavba tazarrularini va Allohga iqbollarini ko'rsatib aytadiki, ular mening bandalarim, soch soqollari to'zg'ib menga kelishdi. Men sizlarga guvohlik berib aytamanki, men ularning gunohlarini kechirdim. Ahmad rivoyati. Quyosh botgandan keyin Arofatdan Muzdalifaga osoyishtalik bilan qaytadi. Shom va xufton namozlarini jamlab o'qiydi. Ishroqdan oldin nur zohir bo'layotgan paytgacha Alloh taoloni zikr qilishi, unga duo qilishi sunnatdir. Tun yarimlagandan keyin Muzdalifadan ayollar, zaiflar, yoshi kattalar va ularga sherik bo'ladigan kishilar chiqishligi joiz. Quyosh yorishidan oldin Muzdalifadan Minoga qaytadi. Bu kun Aid, ya'ni hayit kunidir. Hojilar uchun hayit kunida bir nechta haj amallarini qilishligi lozim bo'ladi. Katta shaytonga tosh otadi. Bunda 7 tadan kichkina barmoqday toshlarni olib, har birida takbir aytadi, ya'ni Allohu akbar deb otadi. Jamra, jimor deb shayton alayhi la'na nabiylar otasi Ibrohim alayhissalomga ko'ndalang kelgan joylarga aytiladi. Ibrohim alayhissalom unga 7 tadan tosh otgan. Alloh subhana bizlarga mana shu amalni vojib qilgan. Bizlar bu amalni Alloh azza va jallaga ibodat sifatida va bizlarga buyurgan buyruqqa taslim sifatida hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iqtido sifatida bajaramiz. Va bu amalimiz bilan nafsimizga, shaytonga qarama-qarshilik va nafsimizda, ixtiyorimizda burilishga bir asosni beramiz. Hadiyasini, ya'ni qurbonlikni Minoda yoki hayit kuni Makkada so'yadi. Haj amallari orasida yoki undan oldin umra qilgan kishiga hadiya, qurbonlik vojib bo'ladi. Agar qurbonlik puliga qodir bo'lmasa, haj kunlarida 3 kun va uyga qaytganda 7 kun ro'za tutib beradi. Hoji uchun ishonchli tomonga qurbonlikni so'yish va uni muhtojlarga tarqatishlikni yuklashi mumkin bo'ladi. Sochini oladi va qisqartiradi va bu bilan ihrom kiyganda harom bo'lgan amallarning hammasi halol bo'ladi, faqat ayoli emas. Makkaga tavofi ifoza uchun jo'naydi. Bu amal Ka'ba-i muazzamani atrofida 7 marta tavof qilish, ya'ni aylanishdir va u haj rukunlarining biridir.
So'ng undan keyin haj sayini, ya'ni Safo va Marva tog'lar orasidagi yurishni bajaradi va tavof bilan ehrom sababli harom qilingan hamma man qilingan narsalar, har bir amal, hatto xotini ham unga halol bo'ladi. Agarda hayit kunida unga tavof qilishlik qiyin bo'lsa, mashaqqat bo'lsa, tavofni kechiktirib qilishi ham mumkin bo'ladi. So'ngra Minoga qaytadi va u yerda shoshilganlar 2 kecha, boshqalar 3 kecha tunaydilar. Va quyosh zavolidan keyin har kuni 3 ta jamrotga, Hif masjidi yaqinida kichkina shaytonga, so'ng o'rta, keyin katta shaytonga tosh otadi. Eslatma: bugungi kunlarimizda hojilar qiynalmasliklari va zahm odam ko'pligi sababli fiqh olimlar bunga shu tosh otishga qodir bo'lganlar, o'sha kimnidir, o'sha onalari, qarilar qiynalsa, farzandlari ham shu toshlarni o'sha otib berishlari mumkin deb fatvo berdilar. Shu yoshi kattalar, ayollar shu qiynalganlar bo'lsa, toshni o'sha birga borgan mahramlari bajarib berishlari mumkin. Agarda Makkadan chiqib ketishlikni xohlasa, safaridan oldin Ka'bai muazzamani oxirgi ko'rishi bo'lganligi sababidan baytni tavof qilishi bilan vidolashuv tavofi vidoni qilishi lozim bo'ladi.